Siz kuyovingizni qanday chaqirasiz? Men kuyovimni o'g'lim, polvonim, zabardastim deb chaqiraman. deb chaqiraladi. Mana o men u kishiga aytaman, ismim bor, ismim bilan chaqiring xat yozib desam, yo'q, menga qulay deyiladi. Lekin sal xafaman. Uyimga kam keladi-da. O'zi haftaga 7 kun bo'lsa, 8 kun bizdan keyin yashaylar. Men qanday boraman u kishinikiga? Demak matematikaga. Rostini aytsam, men ta'sirchan odamman. Kimdir qattiqroq gapirsa yig'lab olaman. Men o'zi qo'shnilarimdan kitma so'rab chiquvdim. Uzoqdan sakrab ketyaptilar. Mahallaga urmagan kishilar qolmagan. Kuyov menga bir oyga putyovka olib, Dubay, keyin Turkiyaga yubormoqchi. Shunaqa dedilarmi? U kishi o'zlaridan yangilik chiqaraveradilar. Lekin qaynonam yaxshi. Kecha tarixda birinchi marta menga sovg'a olib keldilar. Ha, sovg'ami? Imkon savdo markaziga borgandim. U yerda konditsioner, muzlatgich va sovutgichlarning barcha modellarini 31-maygacha zavod narxida xarid qilsa bo'lar ekan. Oldin 5 million 925 ming so'mdan sotilgan mana shu konditsioner hozir 5 million 96 ming so'm. Ha, Oldin 12 oyga 691 ming so'mdan bo'lgan bo'lib berishga hozir 594 ming so'm. albatta-da. Dastavkasi o'rnatib berisham tekin-a? Xuddi shunday. Men o'zim mahalla raisiman, hozir intervyu berolmayapman, shashyapman-da. Nimaga? Imkonda zavod narxida aksiya bo'lyapti. Shunaqa ketishim kerak.